qiyomat kunida qani ikkita do'stni olib keladi qani. Ikkita do'st qiyomat kunida hisob-kitob paytida ko'rishib qoladigan qani. Shu do'stlar bir-birimizga saxiy bo'laylik, bir-birimizga hech qachon foydamizni ayamaylik degan ma'noda qiyomatda ikkita do'st ko'rishib qoladi. Biri so'rar ekan ikkinchisidan, "Holing nima bo'lyapti holating?" Shunda biri aytar ekanki, "Alloh meni hisob-kitob qiluvdi. Jannatga kirishimga bitta yaxshilik yetmay qoldi qarang. Bitta savob amal jannatga kirishimni nima qilib turibdi? To'sib turibdi. O'zing nima qilding? O'rta shu Xudo meni hisob-kitob qiluvdi. Normal amolimda atiga bitta yaxshilik bor ekan, xolos boshqa yaxshilik yo'q ekan." Shunda deydi qarang, do'st baribir haqiqiy chin do'st o'zini do'stini hatto shu paytda ham o'ylaydigan haligi bitta yaxshiligi bor odam bitta yaxshilik jannatga kirishiga yetmay qolayotgan odamga mana shu meni yaxshi